Hey, what's up? You're watching English with Amir again. Ismim Umid. IELTSdan 7,5 nuqtaga kiritganman va plus minus 1 yildan beri dars berib kelmoqdaman. Hozir kanalda chiqayotgan darslarim orqali ingliz tili so'zlarini qanday qilib oson yodlashish mumkinligini tushuntirib beraman. Birinchi qadam, darsni to'liq ko'ring va o'zingizga yoqqan so'zni shunchaki eslab qolishga harakat qiling. Ikkinchi qadam, har bir dars chiqqanidan so'ng Telegram kanalimda o'sha dars so'zlarini yodlashingiz uchun havola qoldiraman. O'sha havola orqali o'tib, Quiz deb nomlangan ilova orqali so'zlarni yaxshilab yodlang. Uchinchi qadam, har bir dars oxirida analiz qilingan sahna to'liq eshittiriladi va siz o'sha sahnani bir necha marotaba qayta eshitishingiz kerak. Darsning oxirida katta ehtimol bilan siz so'zlarni oson yodlagan bo'lasiz va aynan o'sha sahnani 70-80% bemalol tushuna oladigan bo'lasiz. Ishonmadingizmi? Buni kanalda oxirgi chiqqan dars orqali sinab ko'ring. I will see you over there.